Тугандар 60-тан сурап атат. 60-тан деп базарга кирип баратат тугандар, козулу койлор. Ассаламу алейкум, урматтуу Дон Хабар YouTube каналыбыздын катталуучулары, алыстан жакындан көрүп жаткан биздин сүйүктүү мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 20-апрель 2025-жыл Чүй облусу Токмок мал базарына келдик тугандар. Сиздерге койлордун бааларын анан бодо катар менен көргөзүп бере беребиз. Канчадан экен ушулар? Ассаламу алейкум. Баасын айтып. 13,5-дан козулар, ургачыбы? Кочкор козулар 13,5 миңден дейт. Тугандар, мына базар кызуу башталган. Анда эмесе лайктан тырс сындырып көрүңүздөр. Достор. Мына козулуу койлор канчадан козулуу койлор? Баасын айтып. 25-тен. Жакшы, өтө сонун 25-тен сурап атат бир тууганыбыз. Туугандар, кеттик анда алдыны карап. Достор, мынакей базардын ичине кирбей, чекеде бул жакта сатып атышат. Байке, канчадан койлоруңуз? Бааларын айтып коюңуз. 18-тен. 18-тен. Булар бооз, кысыр. Жок. Мындай. 18-ден дейт, жаш койлор экен. Жакшы. Канча экен козулуу коюңуз? 14? 14 миң дейт. Кочкор канча кочкор? Канча берип атасыздар? 25-20. 25-20. Канча берип койдуңуз? Берелек карап атасызбы? Машалла, мына. Бериңиз, тарс. Бүгүн кандай? Ассаламу алейкум. Бааларын айтып коесуздарбы? 15-тен. Я. 15 миңден. Рахмат, 15 миңден сурап атат тууганыбыз. Туугандар, биз менен чоо болуңуздар. Кана, кайсысын көргөзөйүн? Могу кочкорлорду көргөзөйлүчү. Ассаламу алейкум, таксир. İşleriniz yaxşı. Kançadan болуп атат? 27 миңден, Мына, бир тууганыбыз 27 миңден сурап атат. Төртөбү? Тиш буз элекпи? Тиш буз элек экен. Канчадан берди базар мындай? Бердиби? 22-ден берип атат. 22-ден берип атат. Берген жоксуз. Канчадан болсо карматасы буйруса? 24-тен. Содаңызды берсин, мынакей. Көрүңүздөр, 24 миңден байкебиз берем деди. Канча экен бул? Койбу? Кысыр калды дейт. 18 дейт. Сода. Сойгонго. 17 дейт. Токмокто арзаныраак болот, билесиздер, Туугандар. Бияктан эмне келди? Жүгүрүп. Оп, бисмилла. Эмне бар экен байке? Айтчы. Козулар бар экен, козулар базарга кирип баратат туугандар. Биз дагы кирели эми. 35 деп атасыз. Токту. Ооба, бираз түшүп бересиз. Канчага сода болду бүгүн? Сода болду, 30га бербей кой. 30га бербей койдуңуз, бир линиясы барбы мунун? Бар, Бираз бар экен. Казайский линия. Казайский линия дейт мынакей. 35 жакшы. Дагы барбы ушундайлар? Сатыла турган? Бар ушан. Номер айтасызбы? Ооба, 0709 402 112. Рахмат. Козларды да тар. Козулар канча багалаңдар? 50. 50? Бирөө. Төртөөнү кандай дейсиз? 4-50 миң. 450 миңби? Ошондо канчадан болуп калат? 12,5 миңден болот экен, Бирок жакшы экен, чоң мына. Ооба. Туугандар. Бирөө ургач, 3 эркек, чоң. 3 эркек, 1 ургачы дейт. 50ге берет экен. Канча берди базар? 49 бериптир. Бербедиңби? 50 болсо бер. 50 болсо берет экен, мына. Содаңарды берсин, Канча? Жакшы. Бул жакта арзан негизи. Кайсыны? Кана? Бордуга салам айтып кой. Каяка? Бордуга салам айт. Туган. Канчадан? 14тен. Ары бир 40тан деп кой. Жок, 14тен экен. Болгондой айтыш керек да. Азыр просто козуларга адашып калган себеби 50 миңге де чочуп кетип атпаймынбы? Көрсө 12,5 эле берет экен, туура эле экен. Канчадан буларың? 7-ден. 7ден дейт, мына. Базардын ичине кирип баратабыз. 7ден деп кичинекей козуларды алып баратат. Бир тууганыбыз жаза берет, жетим козулар татты. Мына жетим козулар. 7 миңден. Улакта канчадан? Канча? Улаң баасы айтып 3,5 миңден дейт. 3,5 миңден дейт улагы менен. Достор, туугандар, кайсыл жактан көрүп жатасыздар? Жазыңыздар. Биз Чүйдүн Токмок шаарындабыз. Нооларды көрөбүз. Канчадан экен ушулар? 17ден.
Buna kozulu koy qancha tuğan bayke? Sen 60 degen. 60. Ha 55. Ha bo'ldi. Sana birinchide tatqanimiz 60 dedilar, hozir 55 bo'lib qoldi. Bozorning ichine kirgende 55 bo'libdi. Afgan qancha? Assalomu alaykum. Bas. Satılmaydı. Görgözmöbü? Yok. He? Aldılar şu. Ha, aldı. Alıp gidelim. Kayakta? Aksıqa o? Callah. Jallat alıp ketedi eken. Afgan aralaş okşaydı. Buyursun, biroq biyik eken bar go. Yaxshi. Yaxshi, buyursun. Qo'chqor qiladi eken de. Ha. Mana qo'chqor bor. Jallat alıp ketedi eken dostlar. Birov alıp turib jikteydi eken. Şoför eken qisqasi. Qancha qaldingiz? 94 deydi ona. 94 mingga alıptır. Bu da malgadan öte üç. Biz menen bolup görüp turumuzda. Dostlar. Çatak salata жылқы. Жылқы çatak salata tuğanda tiyakta. Mula assalamu aleykum baykeler. Qanchadan bolup atat bul qo'chqorlar? Oho, kartinkalar go ya. 27 tish buzgan buz elek mi? Buz elek 27'den surab atat eken. Qozular eken de mındaycha aytganda. Nomer aytasызбы? Онлайн. Айтыңыз қана. 703 09 66 06 деген номерлерге байлансаңыздар, мына ушундай козу тиш qo'chqorlardan alsаңыздар болот. Qaysi rayonda bo'lasiz bayke? O'shani ayting. Qant? Mana Issiqata rayoni Qantda bo'ladi ekan. Yaxshi. Qancha qozulu qo'yingiz? Qozulu emas. Ha, bu qancha? 8 ming dey. Buni ekovi qancha ekan? Ya, eje. Ekosi 23 ekan, to'g'andar. Bu qo'ylaringizlar bahasini aytib qo'yingizlar. 17. Qaysi 23? 23. 17 23. Haroda ekan, yaxshi. Sana qo'shqo'larimiz qanchadan? Belki 70 şarkı 40. Bu 40 mı çoğu? Bu 70. Kozu belki. Kozu. Liniyası var da. Qaysidan? Şarpay deydi. 70 bu 40 deydi. Biroq bu çoğu ekan, ne boylu? Don qabar degan kanal. 4 tish ekan. To'g'anda? Yaxshi ekan, uzun. Nomer aytasizmi? Aytыңыз, qo'zingiz yaxshi ekan. 700 menen 635 702. Qaysi rayonda bo'lasiz? Bishkekda ekan, to'g'anda. Bishkekda. Mana Bishkekda bo'ladi ekan. Shu qo'chqorlar bo'yicha ma'lumot olsangizlar bo'ladi. Dostlar, biz dehqonlarni tartib o'tamiz. Bunday. Bak yigitlar, assalomu alaykum. Ba'alarni aytib qo'yingizlarchi. Uchoni 24. Munaki. Bir de tartı odası. Ne? Ne kanal var? Don Qabar degan kanal. Erkek urg'achi qanday? Biri urg'achi. Biri urg'achi, ikkovi erkek. Soda bo'ldi. Qanchaga berib eding? 22 ga bir tug'anda 22 ga 3'ünü berib bepti. Sodani bersin. Munaki. Ko'rdingizlar, ha? Assalomu alaykum. Qozili bu. Egispi. Qancha surib otasiz? Bahasini aytib qo'ying. Aslında 33. Qancha tish ekan qo'y? 4 tish egiz ekan, ha? Bir urg'achi, bir erkek ekan-da. Qanchaga berbay jatasiz mana shuni? Soda bo'lib ota. Qanchaga berbay jatasiz? 29 ga keldi, ba. Berbedingiz, ha? Maşallah, mana sodangizni bersin. 29 mingga berib beptir. Biroq egiz qo'z menen. Yaxshi. Ha? Satıldı. Ha, yesi yo'q bu. Ha, yesi yo'q ekan, tug'anlar. Mana aka, to'qmoqning ko'rinishi. Hozir naves jaqtardan o'tamiz buyursa. Mana to'qmoq mol bozoridamiz, tug'anlar. No, 60 tishi qanday buni? Tishlar. 4 tish. 60. Sıravat atken bayken kunga chaqilish qanday bo'ladi? 60. Soda bo'ldi bayke? Ya, bo'lalarga. Bunozichi? 45 turyapti. Rahmat. Mana qo'zlarni ko'raylikchi, bag'alan qo'zlar. Assalomu alaykum taqsir. Qanchadan bag'lari? 13 dan. Bular 15 dan, ne? Cho'ng'ayib qoldi. Bular 13 dan. Nochu? Qo'y bu bo'lib. 18. Qo'z yo'q, ha? Qo'z yo'q 18 deydi. Yaxshi. Rahmat. Ayka qanchadan qo'ylar? Bag'lar. 5 boy. 15. 18. 18. Qo'zulu qo'y da barmi? 25. Qaysal?
Oğul. Enes oşol bu. Kança tiş? 4 kişi. 4 tiş. Ana. 4 tiş. Bunu koz erkek urgaçı bu. Aldı koz kança ekan ya? Erkeği. Şu. Erkeği ekan. Şu kançaga berbedin kozulu koydu. Ozlu koydu 23 öğrendik. 23 mingga chiqibdir bahası. Berbeptimi şimdi. Yaxshi. Tug'anlar. El ko'p. Hozir bir tug'anlar so'rab o'tadi, qoralarning ichini tart deb. Kebiri so'raydi, diyqandarnikini tart deb. Qanday qilishni bilmay qoldik. Qancha qaldingiz? Ba'zini aytib berasiz. Birovni. Bo'ldi. O'tirish. Sizni tartmayman, qo'zingizni tartadi. Qani haydamiz. Bu bag'alan qo'zlar qanchadan ekan baykash? 9'dan. 9 mingdan ekan. 9'dan deydi. Yaxshi. 9'dan deb so'rab o'tadi ekan. Qo'zlar qanchadan? Bu eko. Bu 3 yok bunlar. Qancha? 13'ten belki. 13'dan deydi. Urg'ashlar 13 mingdan so'rab o'tadi. Qanchadan bularimiz? 35 lira otam. 35. Qo'chqor. Bu qo'zg'ochqor. Bu cho'ng tishi 2 tishmi? 4 tish ekan. Savdo bo'ldi u? Bo'lmayapti. Savdoni bersin, ha? Savdo bo'lmayapti. Qo'zulu qo'ylar qanchadan baykas? 28. Ha, egismi? Qo'zlarim ne? Urg'och erkek? Erkek. 28. Shularni qanchadan berbedingiz shunday? Chiqdi bu. So'raylik, ha? Savdoningizni bersin. Tug'anda qanda. Buni qo'zlarning bahosini aytib qo'yasizmi? 7,5 mingdan ekan, mana. 7,5 mingdan. Mana tug'anda qorada qo'zulu qo'ylar bor ekan. 35 mingdan so'rab o'tadi ekan mana. Baykem. Qo'zlar cho'ng-cho'nglarda bor ekan ichida. Bular qo'ylarimiz qancha tish bo'lib qolgan? 2 tish, 4 tish, 6 tish deydi. Bularda qanchadan bularimiz? Bular. Şu bir değil. 35 tishmi? He 35'ten sonra. 35'ten so'rab o'tadi baykem. Qo'zlar cho'ng-cho'ng bo'lib qoldi. Yaxshi. Mana tug'anda navesindagi asliga kelib qoldik. Qidirib kelib qoldik. Buna qo'ylar qanchadan ekan charba qo'ylar qo'zlari bilan? Qanchadan bag'larini aytib? 18 mingdan. Qayoqdiki bular? To'qmoqdiki 18 mingdan qo'zulu qo'ylar. Qancha tishdir bular endi? Har qanday, bir ariq qo'ylar ekan enelar. Qo'zlari bor ekan, yaxshi. Mana shunday. Qo'zulu qo'y bu. Qancha? Enes qaysi? Mo'u? Qancha so'rab o'tasiz? 20 mingga beram. Tishi qanday? Qo'zi tishmi? Qo'zi qaysi mo'u? Erkak urg'achi? Urg'ach ekan. 20 mingga beram deydi bir tug'an. Mana. Qanchaga berbeding bozor? So'radim? 18 ga berbeding, ha? 18 ga berbepti. Yaxshi. Tug'anda mana. Bozor qizil. Eje qancha qo'zulu qo'y? 30 so'rab o'tasiz. Qo'y qancha tish? 4 tish. 6 tish, 4 tish qisqasi. Qo'zi cho'ng'ayib qolibdi-a? Yaxshi. Rahmat. Buni qorani ko'raylik. Qanchadan bayka ba'lari? 13,5 mingdan so'rab o'tadi ekan baykim. Bu qo'zlarmi? Qo'zlar ekan-a? Maşallah, mana shunday. Do'stlar. Buni charbalar qanchadan ekan, bola? 12. Ya, 12,5 mingdan deydi. Assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshimi bayka? Yaxshi shu. Qanchadan bo'ldi savdo? Bo'ldi-ku? 11'den bergen. 11'dan berdingiz, ha? Qanchadan bo'lsa berasiz? 11,5'dan. 11.500 so'mdan bo'lsa berasiz, ha? Bular urg'ach erkek. Urg'ach bor. 7 yosh urg'ach. Savdangizni bersin. Uyda da bormi sotilib turgan? Shunday. Nomer aytasizmi degan. Mayli. Qanchadan oldingizlar? 3 mingdan olibdim. 6 yosh. Qo'zi kichkina. Yetim qo'zlar, yana bir tug'animiz yozaveradi. Har chiqarilishda yetim qo'zlardan tart deb. O'sha kishiga ko'rgazib qo'yilsa shu qo'zlar. Yetim qo'zlarni 3 mingdan olibdir bir tug'an. Buni qo'zulu qo'ylarning bag'larini aytib qo'yasizlar. Assalomu alaykum. 18'den artık kozlu koy. Har biri 18'dan. Kozlular 5'ten. Ha, qo'z o'zincha-mi? Ha, bo'ldi. Qo'z o'zincha 5 mingdan ekan. Yaxshi. Pul 18 qo'zulu qo'y ekan. Aha.
Tuğanlar, Oş, Kızılkıya, Batken tarapka maşinalar var ekan. Qo'y жүктейdi. Qanchadan жүктейсен bir başты? Nomerlarga qayrilsangizlar. Qo'ylardi. 800'den çıktı. 700-800 so'mdan жүктейdi. Baykem. Chala berasizlar nomerlarga. To'qmoqdan ketsa, bo'ldi, mana to'qmoqdan ketadi. Bayke, assalomu alaykum. Qanchadan qo'zli qo'ylar? 16-17. Qo'zlar cho'ng-cho'ng bo'lib qolibdi-a? Tishlari qanday? Ha, bag'alanglar o'zincha bahs. Qanchadan? 10 ming so'mdan bag'alanglar. Tuğanlar, mana ko'ringizlar. Rahmat bayke. Mana shunday ham tartsaq ketaveramiz. Qo'ldan kelishicha ko'rgazib berdik. Biz yolg'izmiz. Bodog'ada o'tishimiz kerak. Laykdan bozib turgan bir to'g'anoga terenglarchilik. Shu meni videoni oyoqlaymiz to'g'anlar. Mondaylar ko'p ekan bag'alanglar. Ko'p chiqibdir. Tuğanlar, assalomu alaykum. Hurmatli Don Xabar YouTube kanalımızın katılımcıları, alıstan, жақындан görüp жатқан mekendeshler, salamatsızlarmı? Bugün 20 aprel 2025 yıl Çüybulusu Toqmoq mal bazarından syomka var. Bugün. Qandaysiz bayke? Kimdiki ekan bu? Esi yo'q, a? Shunday jashimiz ulardan tartib ko'rgazamiz to'g'anlar. Sizlar kanalni qo'llab, like'dan bosib turingizlar. Balalarni aytib qo'yingizlar, qanchadan? 36 mingdan so'rayotadi. O cho'ngichu? 45 erkek ekan. Yaxshi. Buni qancha? 40, 37 ekan to'g'anlar. Ko'ringizlar. Bugün bozorda mal az, bari jaylovga ketgan. Qancha erkek? 43 ekan. Qanday paroda bu? Qirg'iz paroda. Buni ekovi qancha? Assalomu alaykum. Chu. Balalarni aytib qo'ying. Ha, 33 ga berasiz. Urg'achi. Nolarchi? 38 tendik. Parodalar qanchadan? Qanday parodalar bular ham? Limuzin? Qaysi mul bu? Bu qancha bas? 80. 200 qancha bu? 80. O'toj. Kuruk 80 dan, erkekmi? Eko erkek, biri urg'achi. Nomer aytasizlarmi? Bunaki. Buna quyruğu geçilib qolgan bu. Jo shunday tug'ilgan, shunday tug'ilgan bu. Maşallah. Ayt nomering. 220 51 67 23 degan nomerlarga aylansanızlar bo'ladi, baylansanızlar mana. Issig'ata? Issig'ata ekan mana. To'g'anlar. Ko'ringizlar. Qancha qaldingiz? 30 qoldi. Hoppa. 30 ga aldım deydi kishni. Buna erkekler ekan. Quyruğu shunday ekan o'zi. Do'stlar, xayr o'tib ketayin. Qanchadan ekan necha bog'lari? 45, urg'achi 30, bu 45 ekan. Bularni aytib qo'ymaysiz kishnikilar. 23 dan beradi ekan kishnikilar. Yaxshi. 23 dan berem deydi baykem. Qancha so'rab oladi? Qaysi oladi? Bayke aytayotdim. Buni 28,5 qo'yaman deyim. Siz qancha beryapsiz? 27 beryapti bayke. 27. Urg'achi ekana? Urg'achi. Qarachi. Bo'lgilada bir 500 so'mdan o'rtadan. O'sha ekan men aytayotdim. Bo'llik tars. 27500 qilsa ekoningizlarga. Baykelar turadi kel bayke. 28 ga yo'q bayke. 27 bo'lyapti. 27500 tegilaymi? 500 dan bo'lgila. Ko'ngilda menda qaltirib ekan. Alыңыз. Bayke men. Ber. Olgan jonni 30 dedim bayke. Ko'rdingiz bayke. Qara, urg'achi. Men bayke ko'ngilcha menda ko'ngil. Ber ekesin bersin, ber. 28 ketdi bayke. 27500 qilib tashla. Yo'q bayke. Aytayotdim. Berem shuncha. Bugün alarman yo'q. Mana ketdi 27500. Berekesin bersin. Algan adamga buyursun şu. Urg'achimi? Urg'achi. Mana ko'rdingizlar, alıngan bağ. Siznikini aytib qo'yasizmi? Baylab qo'ying. 34. Biro'si? 34. Urg'achi. Erkek. Ha, erkek 34 dan ekan. Mana. 34 dan deydi. To'g'anda. Bugün ko'p ekan shunday maydalar. Boshaylanadi, qaysini tartish bilmay. Qancha bundan qashqa? 40 deydi. Buların qanchadan bu? 42 mi oku? 47. Tigi semental 47, bu ekon 42 dan. Ço'tan erkek ekan. Ha, yaxshi. Do'stlar, bugün qancha ekan bu? 38. Bu emne paroda baykiz? Belgis. Erkek urg'achi bu? Urg'achi. Belgis urg'achi 38 ming deydi. Qanchaga? Qanchaga savdo bo'ldi bayki?
35 mingga berip heptir mınaki. Bilgiyit, urgaç. Жақшы. Mo çoğlar kançadan mı olar? 55 erkek mi? 60'dan suratır 55'ten boloro deydi mına. Жақшы eкен. Uyga emisse bolat eken de. Söyleşip atışat. Baykesi, bağısını aytıp koyunuz. Ya. 35 erkek urgaçı o. Urgaçı 35 deydi. Bayke kançadan bularınız? 40 lira otam. Erkege 40 ming so'rab atadi tug'anlar. Ko'rdingizlar. Ular qanchadan cho'ngdori? 55'ten. 55'ten. Urg'achilar erkakmi? Erkek. Erkaklar 55'ten. Paroda bilgiyski. Bilgich, Semental. Bu kaça? Buni bazını aytib qo'yar. Bası 30. 30 deydi. Urg'ach. Rahmat. Öyle uyuşma aslında. Bunday uydun balası 30 deydi. Yaxshi. Qana? Ko'rdingizlar, tug'anlar. Ba'zi ishlar qiyin bu joqda. Bularni aytib qo'yasizlar-ku bağlarını ya. Ayt bağlarını aytib qo'yinglar da. Altıma çaldan şiz. Şuç, urgaçı. Erkek eken 60 deydi. Çölden enes çakşı. He. Allah urgaçı. He. 34 lira. 34 qara deydi. 34 urgaçı. Urgaçı 34. Yaxşı. Bu qancha ekan bu? Bası 55. 55. 55. Tuğan basını aytib qo'ysin o torpaqni. 30 urgaçı va. Urgaçı 30 deydi. Bulchu baykasi. Bayka assalomu alaykum. Basını aytib qo'yish. 5. Ya. 45 deydi. Tuğanlar 45 deydi. Qana? O'tingizlar. Qaysi sotildi? O. Ayke. Aytmaydi. Qancha? Qanchaga ketdi? 28. 28 ga sotilibdir. Urg'achimi? Urg'ach. 28 ga sotilibdir. Do'stlar, mana endi cho'ngroqlarga o'taylik. Tug'andar, bugun negizi to'qmoqda malas qancha bo'ldi shu? 25 mi? 25. Qancha bası ekon? 20 30 25. 30 ming 25 ming qarasi. Anan biraz cho'ngroqlarga ko'rgazib beraylik tug'andar, biz bilan cho'g' bo'lib turibmizlar. Ulardan so'raymiz. Bir tug'andar, assalomu alaykum. Bağlarni aytib qo'ysizlarmi ularni? Bağlarni. Kimiki? Qandaysiz? Urg'achilar, Biri Angus ekan, Mana Angus. 70'ten. Ayken so'rab atadi. Ularchi cho'ngroq? 75'ten deb so'rayapti. Bozor bugun qanday bayka? Malasqo. Malas. Jaylovga ketdi. Ketdi. Qimmat biroq. Ha, savdangizni bersin. Bu yoq kimniki? Ular lesi yo'q bo'ladi. Lesi yo'q, ha? Ma'qul. Mana shunday do'stlar, malas chinligini. Qancha baykasi? Kaysın? Buni 56 urg'achimi? Urg'ach 56. Mulchu? 70. 70 deydi. Bundagi urg'ach. 70 ne ola? Assalomu alaykum.